malol yozibdi. Akalar, agar malol kelmasa like bosib qo'yamiz, chunki juda issiq, kir, botqoq joyga tushdik mana. Bu yerda suv bosgan qattiq. O'ttirsizlar, bilmayapsiz akalarimiz qanaqa qilib o'tdi qilishgan, xolos bu yerda umuman sharoit yo'q. Xo'p, bu yerda Astropol nasos turibdi. Filtr nasos Astropolga turuvdi. Astropol nasosi qimmatli qilgani uchun biz ularga filtrga komplektatsiya qilib Watermaster nasosidan qo'yib berdik. Hozir испытание qilamiz, yoqamiz, qo'yamiz, ishlatamiz. Bu yerda suv bosgan. Xo'las, mana izolyatsiya qilinmaganmi, yaxshi emas qilinganligini sababli suv bosib, polniy mana buni suv bosganda nasos ishdan chiqqan. Hali ham mana ko'rib turibsizlar, suv turibdi. Bu yerda suv qayerga ketadi endi. Suv bosganligi sababli nasosimiz ishdan chiqqan va biz mijozimizga bunaqa Astropol qimmatli qilgani uchun xuddi shuni komplektatsiyasini qilib berdik, boshqa qo'yib berdik. Endi ishlatamiz, ko'ramiz, ishlash jarayonlarini qo'yamiz. Juda ham issiq. Voy. Like bosib qo'yish